أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص والعمل يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa Nizamuddin Abu Ali Esh-Shashi rahimahullah yazgan Usul-u Shashi namlıq bu kitapның Vucuhul isti'malgı tebe boğan As-Sarih vel Kinaya degan babga keldik. Xo'sh, endi biz darsga kirishdan burun biroz muqaddima so'zlab o'taylik. Usul fiqhi istilohiga asosan usul fiqhi e'tibori bilan so'zlar, arab tilidagi so'zlar eng avval birinchi qilib vada bosqichidan o'tadi. Fi marhalatil vada, ya'ni so'zlarniki ma'nolariga qo'yilishi. Bu xos, am, mushtarak, jami munakkar yoki muavval degan bosqichlardan o'tadi. Hamma lafz, kullu lafz. Anladın? Undan o'tmaydigan lafz yo'q. Bunun için kelgan mabahisil alfaz kelgan lafzlarning hammasi ya xos bo'ladi, ya am bo'ladi, ya mushtarak bo'ladi, ya jami munakkar bo'ladi. Xo'sh, bu shu holatlarning biri bo'yicha bo'ladi. Endi birinchi bosqich tamomlangandan keyin ham so'zlar agar o'zining ma'nosiga ishlatilsa, biz ikkinchi bosqichga o'tamiz endi. Ikkinchi bosqich ya'ni vujuhul isti'mal. Ya'ni marhalatul isti'mal. Endi bu mezgilda, bu bosqichda agar shu so'zlar ma'nolarga qo'yilib bo'lgan so'zlar aslida qo'yilgan birinchi bosqichdagi vada bosqichidagi qo'yilgan ma'nosiga ishlatilsa, bu nima bo'ladi? Haqiqat bo'ladi. Agar u vada bosqichidagi qo'yilgan ma'noga ishlatilmay, balki boshqa ma'nolarga ma'lum sabablar tufayli qarinalar bilan aloqalar sababli boshqa ma'nolarga ishlatilsa, bu majoz bo'ladi. Xo'sh, endi mushu so'z xos bo'lsin, qo'ya am bo'lsin, mushtarak bo'lsin, ya jami munakkar bo'lsin, muavval bo'lsin, ya majoz bo'lsin, ya haqiqat bo'lsin. Agar shu so'zga, shu so'z, shu ma'noga sarihan, uch holat qo'yilsa, uch holat ishlatilsa, ida istu'mila sarihan, vudi'a ma boshqa vudi'a degan gap yo'q endi. Istu'mila. Ida istu'mila sarihan, ya'ni uchuq ishlatilsa, ya'ni uchuq ishlatilsa degan gap xuddi badahiy, iqtisodiy degandek. Shunda bir anlatlam biz unga ta'ammul o'yinib boshqa bir vositalarni qo'llanmasak, udullam tushunilib bo'lgan holatda uchuq ishlatilsa, nima ataladi? Sarih deb ataladi. Ammo bu so'zlar shu ma'nolarga uchuq ishlatilmay, bevosita ishlatilmay, balki ochmoq, ehtimolli qo'yin yep holatda. Ya'ni ma'nolar mustatilal ma'na. Ma'ni yep holatda, tutuq holatda, mujmal holatda ishlatilib qolsa, ya'ni bevosita tushunilmaydigan ekan, buni obdan bir qo'limizni ishiltib, uni kelidan bir muncha vositalarni qo'llanib yoki boshqa bir narsaga muhtoj bo'lib biz buni tushunish uchun ma'nosini boshqa bir so'zning tashqi bir ma'noga, ya'ni niyat masalan. Niyatga yoki shu holatdagi shu vaziyatga qarab turib hukm qila oladigan bunday holatlar qolib qolsa, buni nima ataladi? Kinoya deb ataladi. Mana bir. Ikkinchi, endi biz usul fiqhdagi kinoya bilan nimadagi balog'atdagi kinoyani bir o'z farqlantirishimiz kerak. Bu ikkisining orasida o'rtaqlik tarafi ham bor, ismi o'rtaq masalan. Ba'zi yerda o'rtaqlashadi, ba'zi yerda ayriladi. Endi masalan balog'atdagi kinoyaniki
mesela adli bir misal keltirsak mesela tavilul imadi rafi'un necat kesirur ramad deb bir odamni sifatlab kelgan bir marsiya o'qib bir uylab qolgan bir jiyani haqida mushu marsiyani o'qigan. U falon uylab qolgan faloni tavilul imad edi. Ya'ni tavilul imad degani nimasi ustun. Yani tügülüki igiz. Tügülüki igiz. Tügülüki igiz degeni öyle amudusi tügülükleri uzun. İgiz degeni bunuki nimeni gösterdi, nemi kinoya qilingan desa, bunun yurtdagi yüz abroyu üstün. Çünkü şu zamanlarda yüz abroyu üstün adamlarning chidirlari igiz bo'ladi ekan. Öyleri igizsin. Hazır zamanımızda bu. Mesela qancha boy olsa binalar igiz, qancha qavat silinadi. 500 qavatlik, 100 qavatlik. Mesela Xalifa Munari deydigan bo'lsa dunyodagi eng igiz bina mesela buna. Nima uchun? Puli sijak. Endi xalq juda alamning ichida puli ko'p, bunda 100 abroylik degan odamniki tabiiy imat bo'ladi. Uylarining tug'ilib uzun bo'ladi ekan. Shunaqa kinoya qilingan gap. Mana bir vositalar bilan o'tdik. Uni keyindan Tavilun Necat dedi mesela. Tavilun Necat. Xansanın o'qigan marsiyasi ekan bu Xansanın. Tavilun Necat degani yani qilichining qilich beg'i, qilich asadigan g'ilobniki beg'i. G'ilob bilan qilichiniki o'tirishida asadigan asqushi bor, asqush aloqa. Asadigan qilich beg'i uzun deydi. Qilich beg'i uzun demakchi o'g'inda nima murod qilgan? Yani igiz demakchi ekan. Yani qaddi qomatlik, intoyin igiz. Boyluq, bestlik demek ekan o'ziniki jiyanin. Nima ish qilganda paka odam uzun qilish olsa, yagi tegib qoladi. Masalan, yagi tegib qoladi. Igiz odam qalti qilish olsa, yomon qalti tutib qoladi. Shuning uchun uzunroq qilish kerak. Ishtonni bu cho'nroqini kilish kerak masalan. Xuddi shuningdek. Tavilun najat degani. Hamda kasirur ramat degani ma u 3 vosita bilan bor demdi. Texmi murakkab. Bu kinoyaga bir xil bo'lmaydi. Oddiy kinoya, o'tiral kinoya murakkab kinoya bo'ladi. Ya'ni bir bosqichlik, ikki bosqichlik, balki ikki bosqichdan ziyoda. Bir qancha balag'a kinoya balag'atlik bo'ladi desa, shuncha ko'p bosqich bilan bora olsak, mutakallimning murodiga eng nima bo'ladi? Balag'atlik bo'ladi. Masalan, kasir rimat degan intayin balag'atlik kinoya bo'ladi ekan. Qanday desa, bu nimishqa buning kuli ko'p, ramat degan kul. O'tanning kuli hamda o't qalab chiqqan kul. Bu kul nimish ko'p desa, bunun uyiga odam ko'p keladi deydi. Nima? Nimish kul ko'p desa, bunun uyiga odam ko'p keladi. Yoki bunun uyida o'tni ko'p qolaydi. Nimish kul ko'p desa, bunun uyida o'tni ko'p qolaydi. Nimishqa o'tni ko'p qolaydi desa, bunun uyida tomoqni ko'p yeydi. Nimishqa tomoqni ko'p yeydi desa, bunun uyiga odam ko'p keladi. Nimishqa bunun uyiga odam ko'p keladi desa, chunki bu sahiy, keling. Keyin bo'lgandan keyin buni uyiga mehmon jiq keladi. Shuning uchun ham mehmon kelsa bu nima qiladi? O't qalab tomoq etib, shunga buning kulisi ko'p. Demana bu balag'atga kinoyadigan mana shu. Ya'ni bir qancha vositalar bilan maqsadga yetkaziladigan. Bir vosita maqsadni yetkazolmaydi. Eng azda bir vosita. Vosita qancha ko'p bo'lgan sari kinoyaniki dalili shuncha yuqori bo'ladi. Mana bu adabiy til stilistika jihatdan mundaq hamda. Ammo bizning usul fiqh istilahidagi kinoya chu desa, bu ham anda bevosita maqsadga yetkazolmaydi buningda ham gapning ma'nosi uchiq emas, yepiq. Kinoya deganning ma'nosi yepiq gap degan gap. Endi lekin biz shunga yetish uchun endi mana usul fiqhdagi kinoyada boshqa bir narsaga muhtoj bo'lamiz. Anda vositalar emas, vositalar yetamay. Anda boshqa bir daraja, ikki daraja vositalar emas, balki biz bu kinoyaga mazmun uchun niyatga muhtoj bo'lamiz. Mutakallimning niyatiga. Mutakallimning niyatiga muhtoj. Usul fiqhda. Yoki shu vaziyatning taqozosi qaraymiz. Shu vaziyat, holat, dalolatul hal qaraymiz. Shu holat nimaga talab qiladi, nimani taqozo qiladi, shuni qaraymiz. Nima uchun bunda deganda ham buni yana bir uchinchi bir farq chiqadi. Bunda majoz bilan kinoyaning farqi chiqadi deydi. Majoz bilan kinoyaning farqi. Majozdimi kinoya degan bu qanday gap? Ikki ochmoq gap degan gap. Ikki ochmoq. Gapning ikki ma'nosi bor. Buning metivali bor, buning metivali bor. Xuddi mushtarakka o'xshash. Majozdimi ba'zan
mecazdaki bir qancha mecaz ma'nosi bo'lishi mumkin. Bir so'zning haqiqat ma'nosi bir dona, bir qancha mecaz ma'nosi bo'lishi mumkin. Lekin undan mecazdan farqli emas, mejazda qarina bor. Mejazda haqiqat ma'nosida buni o'rnatadigan, cho'rtadigan bir qarina bor. Shu ma'noni tayinlaydigan. Lekin nima dechu? Kinoyada qarina yo'q. Kinoya bilan mejazdagi farqi kinoyada qarina yo'q. Kinoyada qarina yo'q, endi qarina qosi desa faqat niyatga qaraymiz, mutakallim niyatiga qaraymiz. Ya mutakallim niyatiga qaraymiz ya shu holatdagi taqozosiga qaraymiz. Farqi bor. Endi mushtarak degan so'z, mushtarak degan bu nima? Bu birinchi bosqich. Söz quyilganda shunday quyilgan. Bir qancha ma'nolarga quyilgan. Lekin bu kinoyachi bu bosqichda ishlatishimdi bu. So'zni ishlatamiz. İşletgende mutakallim shu so'zni ishlatganda bundaq ikki ochma qilib ishlatib qo'ygan buni. Ikki ochma qilib ishlatib qo'ygan. Aniq ehtimollik bor, aniq ehtimollik bor. Endi shuni biz tepib chiqish uchun chuqur mutakallimning niyatiga ehtiyoj bo'lamiz yoki mutakallimlikka shu vaziyatiga, holatiga ehtiyoj bo'lamiz. Mana tushundik. Endi buniki sarih bilan kinoyaning hukmi bor. Usul fiqh degandan biz fiqh degan hukm. Bunun chuqur bir hukm bo'lishi kerak. Balag'atda biz balag'atlik bo'ldi, 1-daraja, 2-daraja balig'da bitib kelsak bo'ldi xolos. Bu balag'at maşallah deb sifatlar bitib kelsak, lekin usul fiqhdan da bitib ketganga bo'lmaydi. Usul fiqhda buniki natijasi bor. Natija ya'ni hukm. Bu qanday hukm chiqadi bu? As-salihning hukmi nima desa, salihning hukmi shu hukm bir ayyi tariqinga qanday yo'ldan bo'lsa sabit bo'laveradi. Qanday yerda? Qur'oni Karimda, hadis sharifda dalil bo'lgan bizdeki delillerde sarih labzi gelse bunun hükmü qanday bu nim bo'lsin hüküm sabit bo'laveradi. Hüküm sabit bo'laveradi. Hech nima qarshi emas. Ya'ni niyatga va undan boshqa narsaga qarshi emas. Uni niyatiga yoki boshqa sharoitlar qolmaymiz. Sarih hüküm keldi-mi, hüküm sabit bo'laveradi. Ammo kinoyaning hukmi-chi? Kinoyaning hukmi buningda niyatga yoki dalolat holga qarashdir. Biz niyat agar mutakallim niyati shunday bo'lsa, hukm sabit bo'ladi. Agar mutakallim niyati undaq bo'lmasa, hukm sabit bo'lmaydi. Mana shu bugungi darsimizdagi asosiy mazmuni. Endi biz darsimizni boshlab ketaylik. Musannif rahimahulloh deydiki, faslun fis-sarihi vel kinaya. Sarih ve kinoya haqida deydi. Endi biz har bir bilimni tushunish uchun en mühim narsa şu bilimning ta'rifatlarini yodlash kerak. Hafız. Tushunish emas, balki tushunishdan o'ta yodlash kerak. Taqsimotlarni yodlash kerak. Undan keyin biz shu fanning yoki shu sohaniki zimomini, nuqtasini qo'limizga olgan bo'lamiz. Tizginini qo'lga olgan bo'lamiz. Agar ta'rifat bilan taqsimotlarni yodlab qo'limizga kirgizib olmasak, tushunib olmaymiz bu bilimni. Ya'ni u gapni jaq, uni jaq, buni jaq, o'shni bilan buniki biz jadavlini tizim qalımız aplanmadık, tushunib olmaymiz. Uni tushunsak bu, buni tushunsak bu, bir-birisiga erishib bilimni tushunmaymiz. Shuning uchun ta'rifatdan taqsimot qattiq nima qilish kerak, ko'ngil bilish kerak. Ammo bu ta'rifat endi. Sarih degan nima desa, musannifim deydi, as-sarih, sarih degan sarihning lug'at ma'nosi ochiq gap degan gap, ochiq so'z. Ya'ni yepiq emas, ochiq so'z degan gap. Labzun yakunul muradu bihi zahiran. Sarih degan yani murad, mutakallimning muradi bo'lgan, zohir bo'lgan. Uchuq, oshkor bo'lgan so'z. Yani bu mutakallim nima qildi degan hamon buniki ma'nosi nima deb chiqib turdi. Ma'nosi opuchuq, ma'nosi maxfiy emas. Mushuni deb turdi sarih. Bu sarih xos bo'lishi mumkin, om bo'lishi mumkin, mushtarak bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin? Nima majaz bo'lishi mumkin, haqiqat bo'lishi mumkin. Hammasi bo'lishi mumkin. Bunda deganlik bilak bir narsa emas demoqchi emas, ha? Sarih ba'zi chaqda haqiqat bo'ladi, ba'zi chaqda nima bo'lib qoladi? Majaz bo'lib qoladi. Endi bu qanday gap? Haqiqatda qanday sarih, haqiqatga qanday sarih kinoya deb bilinib qoldi ishga desa, so'z nima uchun sarih bo'ladi desa, buning sababi illati li kasratil isti'mal. Bir so'z ko'p ichitilgan sari bu so'z nimaga aylanib qoladi? Ammo oldida uchuqqa aylanib qoladi. Sarih haqiqat ba'zi nima uchun kinoya bo'lib qoladi, yepiq bo'lib qoladi desa, qillatil isti'mal. Yani az işitilgan. Mesela adli bir misal. Mesela kelimet esed. Ben esed dedim.
Esed desem bu sözüm nima? Bu ismi cins. Bu boshqa bir tarafdan. Lekin shir degan bu ism nima bo'ladi? U haqiqat. Agar o'ziga bir hayvon ishlatilsa, endi bu haqiqat bo'lgandan keyin buning ma'nosi nima? Salih. Yaylılar var. Şir degendikler amele göz aldığımız şu an yavai yetkoç hayvan, orman padişahı şir göz aldığımız kilidir. Arslan göz aldığımız kilidir. Bu şimdi adı salih bu ona. Hem de gadan fer dedim. Gadan fer. Ya ki kasvarah dedim. Ya ki leyf dedim. Hemmesi şey diyen yok. Okşaş. Lakin bu hemmesi nima? Kinaye. Mesela kinaye diyen yani yepak. Yani kanda yepak yani ne için zil qilletil istimal. Yani az içiltirgenlik için. Şimdi demiş ki anlamadan bir vasıta düşünenmeydi. Nima o da soyduğun gibi. Ma huwa gadam fa'il de soğuru saladı. Soğan diye. Asa yani ha da düşündüm. Muşun ma kinaye yani ma usul fıkıhdaki düşündüğü şey. Demiş ki qilletil istimal. Az içiltirgenlik için ne buldu o? Nemilik yapıp çıkan kinaye yani yefıklık gelip çıkan. Şunun için bazı çağda hakikat salih bulundu, bazı çağda hakikatin üzerinde bulup kaldı, kinaye olup kaldı şu an. Bazı çağda mecaz salih bulundu, bazı çağda kinaye oldu. Mesela mecaz mütearif olsa, yani bizdeki örfüde köp işinip durduğu mesela, el-aynu casus desek mesela, mecaz mütearif olsa, örfüde köp işinip durduğu mecaz olsa, ne bulundu bu? Salih. Mecazun salihun bulundu. Mecaz gayri mütearif bulup kalsa, yani örfüde adet emigen, bek az işletildiğin, qilletil istimal. Az işletildiğin mecazlap qasımının buludu bu. Mecaz kinaye buludu. Şöyle bak, bir daha tıkış var. Anda fakat bir haysiyat cihetinin bazı ayrıyımız hem de. Bu mesaide bazı kinaye yefik uçuk haleti buluş mümkün. Şu anlamda diyor ki es-salihu lafzun yekunul muradu bihi zahiran. Salih diyen mütekellimin muradı uçuk aşkar boğan lafız, söz salih buludu. Yani uçuk söz. Ke kavlihi mesela mütekellimin bi'tu ve iştereytu ve emsali. Yani sattım, satıp aldım ve onun şunu okşar. Yani ve emsalihi de demiş ki ve emsalihi ma da ne katılmaydı o? Mütenna katılmaydı mendese. Yani ay ve emsali kulli vahidin minhuma diyen bu. Yani her biri yani bi'tu diyen ki her biri okşar. İştereytu diyen her birine misalleri okşar yani. Şunu okşar dedi mesela. Yani ben birazını sattım dese andın sattım diyen gap yani bir melimni malını verdim pulunu aldım diyen gap. İşte satıp aldım dese malını aldım pulunu verdim diyen gap. Şunu okşaş mesela. Bu çok şirketler. Ben anladım düşünerek gaplar mesela ben salih. Onu bir alaydı bir onu bir teemmül etmeydi, alaydı bir tevil etmeydi, alaydı bir vasıt etmeydi düşünür için. Hem işki acımak emez. İşki acımak emez. Ve hukmuhu hem de anda olan ki bunu biz salihini düşündük. Salihinin hükmü ne ba'dise ve hukmuhu ennehu salihinin hükmü şu ki salih yucibu thubute ma'nahu bi ayyi tariqin kan. Salih özünün ma'nisinin sabit buluşunu kandak yollan bolsun min ihbar haber bir yollan bolsun ev na'at ya sıfat yollan bolsun ev nida ya ki harfi nida yollan bolsun kandak yollan bolsun bunun ma'nisinin sabit buluşunu vacip kıldı. Bir salih lafız geldi ma, salih söz geldi ma. Bu sözün ma'nisi koy bu söz salih söz haber yollan yani cümle haberiye yollan aytilgan bolsun. Ya ki na'at sıfat mevsuf yoluyla aytilgan bolsun. Yoki nida harfi nida munada yoluyla aytilgan bolsun. Hükmü sabit bulaverdi. Anladın? Hükmü sabit bulaverdi. Yani mesela ihbar degeni mesela bir adam ayalığa tallaqtuki degan bolsa uçuk qıyna. Ma'nisi uçuk. Uniki niyetiga qarmaymiz. Hükmü sabit bulaverdi. Talaq tushirdi. Bir adam onu taliq debdi. Anti taliq degan bu taliq degan gap yani anti imra'atun taliqah degan bo'ldi ma'nisi. Sifat yani. Yani sifat bilan sifat o'zimi mavsuf bizga qilinmagan bo'lsa-mu, bunga talaq tushirildi. Bir adam qo'lnuga mesela ya taliq debdi. Anladın? Ya taliq degan bo'lsa, harfini da bilan keltirgan bo'lsa-mu, bunun hukmi sabit talaq tushirildi. Qaysini degan bo'lsa. Hukmi mushamdi. Ve min hukmihi aydan
Demek ki sarihlik iş hükmü var degan gap. Bir hükmü nima ekan? Buni hükmü sabit bo'laverdi. Qanday yo'ldan bo'lsin? Xabar, sifat, nido yo'llari bilan sabit bo'laverdi. Hükmü. Yeni bir hükmü nima deganda annahu yastagni. Qachon söz sarih uchiq aytilsa, yastagni anin niyya. Buni niyatdan bir hojat bo'ladi. Buni niyat ketmaydi. Niyatdan bir hojat bo'ladi. Endi shuning uchun bu odam xuddi anti masalan xuddi qattiq anti jamil deymi deb, uz deymi deb, anti taliq deb saqam bo'lsa, xuddi taloq. Niyatiga qaramaymiz. Bir odam xuddi taloq chiqib bitam taloq chiqibsa deb haydab qildi. Anti taloq degan bo'lsa, ko'ngli talog'i bir şey mi chiqib tursin degan niyat qildim desam, uni o'ylamaymiz. Taloq, xolos, og'iz chiqib bo'ldi. Sarihni hukmi shu. Endi ve ala hada endi mushu qoidaga asosan men yeni bir usul chiqdi. Men yozib qo'ydim. Qanday usul? Ya'ni as-sarih yastagni anin niyya. Nima deymiz? Hukmu as-sarih annahu yastagni anin niyya degan qoidaga asosan bu bir qoida. Sarih qachon gap uchiq aytilsa, bu niyatdan bir hojat bo'ladi. Niyatga qaramaymiz degan niyatga qaramasdan hukm qanday yo'ldan bo'lsa, ixbar, niyat, nido yo'ldan bo'lsa hukm sabit bo'laverdi degan mushu qoidamizga asosan deymizki, iza qala limratihi bir er o'zining ayoliga bunday desa, anti taliq, sen taloq debdi. Bu misalın niyat yani. Sifatli misal mı? Anti taliq, sen taloq debdi. Ev tallaqtuki debdi ma misalul ixbar, yani xabar bergan misal. Men seni taloq qildim debdi. Ev ya taliq debdi. Ma o misal nida. Yani harf nida bilan bo'lgan misal mesela. Ey taloq qilgan xotin, ey taloq qilgan xotin debdi. Qanda degan bo'lsa, bu shu yo'lni qo'llansin, qosibasini qo'llansin. Degan bo'lsa, yaqaut talaqu, taloq tushaveradi. Nawabihi talaqa am law aw lam yanwi. Buni bilan taloqni niyat qilgan bo'lsin, anti taloq va uni boshqa bilan taloqni niyat qilgan bo'lsin, yoki taloqni niyat qilmagan bo'lsin, taloq tushaveradi. Xo'sh. Va kaza mana shuningdek. Ya'ni niyatdan bir hojat bo'ladi degan va shuningdek o'xshash. Niyatdan bir hojat bo'ladi, hukmi sabit bo'laveradi. Law qala li 'abdihi, ya'ni law qala al-mawla li 'abdihi, ya'ni xo'jayin o'zining qulisi qilmadi desa, anta hurrun. Misalun na'at, sifatli misal. Sen azat debdi. Ev harrartuka debdi, yani misalul ixbar, yani ixbarning misali. Men seni azat qildim debdi. Yoki ev ya hurru debdi. Yani hey azat odam debdi. Ma'lum misalun nida. O da bo'lsa nima? Quli azat bo'laverdi. Ataq. Azat bo'laverdi. Biqat'in nazar alin niyya. Buni niyatida nima bo'lsa. Sen azat degan gapidan ya sen erkin bu yerga bir o'ynab kelalaysan degan bo'lsin yoki nima niyat qilgan bo'lsin, niyatiga qaramaymiz. Og'izdan chiqqan gap sarih uchiq bo'ldimi, hukmi tushaveradi. Va ala hada qulna ve mushu qoidaga asosan deymizki, ya'ni bu qas qoidada anna sariha zahirul murad ve yathbutu ma'nahu bi ayyi tariqin kan ويستغني عن النية دي قاعدة عمومي قاعدة ده الصريح ظاهر المراد ويثبت معناه بأي طريق كان ويستغني عن النية ما عمومي قاعدة ده عمومي قاعدة مش قاعدة أساسا الصريح ظاهر المراد ويثبت معناه بأي طريق كان ويستغني عن النية دي مش عمومي قاعدة أساسا داي مسكي إن التيمم yufidu tahara. Teyemmüm taharetni payda berdi. Yani qachon biz teyemmüm qildikmi, biz taharet olgan bo'lamiz. Teyemmüm qilgan odam xuddi suv bilan taharet olgan bilan o'xshash. Annal mutayammim kal mutawaddi bil ma. Anna al mutayammim bit turab kal mutayammimi bil ma. Kal mutawaddi bil ma. Yani tuproq bilan, pak tuproq bilan teyemmüm qilgan odam xuddi suv bilan taharet odamga o'xshash, hamma jihatdan. O'xshash. Nima uchun? Qanday olib o'xshashadi? Biz tuproq olgan bo'lsa taharetni. Biz suv olgan bo'lsa qanday olib o'xshashadi desa, nima ish qilsa, anna qawluhu ta'ala, chunki Alloh taolaning
Sure Maide'nin 6. ayetindeki وَلَاكِ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ diyen kavli. Bırak Allah Teala silahını paklaşını irade kılıyordu diyen kavli. Allah Teala şu ayette kamil ayette Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile's-salâti fagsilû vucûhakum ve eydiyekum ilel merâfiq ve emsahû bi ru'ûsikum ve erculakum ilel ka'beyn ve in kuntum cunuben fattahharû ve in kuntum merda ev ala seferin ev câe ahadun minkum minel gâiti ev lâmestumun nisâe felem tecidû mâen feteyemmemû sa'iden tayyibâ. Eğer selamın yukarıdaki Allah bulup sunu tapınmaya kalsanlar feteyemmemû sa'iden tayyibâ diyen pak tufrak bilen teyemmüm kılınlar. Femsehu yani teyemmüm kılışı yani femsehu bi vucuhikum ve aydikum yani pak tufrakın yüzlerinize kollarınıza suvanlar. Ma yuridullahu liyec'ale aleykum min haracin velaki yuridu liyutahhirakum. Yani Allah Teala silahı bir kıyınçılık bulup kıyınçılık kılıp koyasını irade kılmaydı. Allah Teala silahını paklamakçı. Yani silahını burada su tapanmasanlar teyemmüm kılıç arkalık bozumu silahını taharet edenler diye yani silahını paklamakçı. Demek bir şeydi ki veliyutimme ni'metehu aleykum leallekum teşkurun. Allah Teala yüzünün nimetini sizlere tamamlamakçı silahını bir şükür itamak eder. Bu şu ayet ki bana velakin yuridu liyutahhirakum silahını Allah Teala paklamakçı, paklaşını irade kılıvatıdı digini muşut teyemmüm hoye su bilen elin, hoye su tapanmaganda ne bilen elin, tufrak bilen elin okşaş sizge taharetini paydı verdi. Okşaş taharet buluyor verdi. Digen Allah Teala muşu kavli salihun fi huzuri tahareti bih. Yani teyemmüm bilen taharetin hasılı buluşudu. Uçuk salih mınmış. Uçuk olgan diken emdi bu kaydık asasen bizge ne diyen burada taharet teyemmüm bilen taharet aldığınız diyen gibi su bilen taharet aldığınız zaman okşaş diyen gibi. Hem cihetini hiç kadar fark yok diyen gibi gün çıkıdı. Hem de Veli Şafii rahimahullah ama İmam Şafii rahimahullah'ın teyemmüm hakkında kavlani iki sözü var. İki kavlu var. Ahaduhuma o yani iki kavlunun biri ennehu enne teyemmüm taharetun zaruriyye. Bu zaruri boğan bir taharettir. Anladın? Bu anda tabii boğan ne boğan emez? Normal taharet emez bu zaruri taharettir. Anda oğandaki zaruri taharet digendikin bir kaide İmam Şafii bir kaideye geldi. Bunu kaide olsa bu kaide amme ve amma mezhebin otursa ortak boğan bir kaide olsa ad-darurat tuqaddaru bi kadriha. Ad-darurat tuqaddaru bi kadriha diye bir kaide var. Kaide amme. Bu şu kaideyi eklenip dedi ki zaruretler şu zaruretlerin miktar boyunca mölçerleniyordu. Anladın? Belgeleniyordu. Kançılık zaruret olsa şunçılık zaruret gibi bakıp çıkılıyordu. Anda boğan diken bu teyemmüm diken bu zaruret ile çıkan bir hayat bu. Aslında su boğan olsa bu hayat bulmaydı bu. Su boğmalık şunun hayatını bastı. Şunun için bu yani bu teyemmüm ne anda hayatı o şaşkın olmaydı. Mesela bir taharetle biz 5 namaz kıl olsa bir teyemmüm ile 5 namaz kıl olmaydı. Demek ki her namazda bir teyemmüm kılacak. Çünkü zürriyet kelgende taharet oldu bu taharet emez bu deydi. Bir sözle. Vel aharu yeni bir kavlu olsa ennehu yani enne teyemmüm diyen leyse bi tahara. Bu taharet emez aslında bu. Bel huve satirun lil hades. Belki bu taharetsizlikni yapıdığan narsa bu. Yani la rafi'a. Yani taharetsizlikni la muzil. Taharetsizlikni zahir kılıdığan, yok kılıdığan, kütürüvetidiğan narsa emez. Belki biz taharetsizlikni xuddi adam öğretini işten ki vaqan deylan, işten ki vaqan deyken. Taharetsizlik bulundu ba. Lekin şu zürriyet kip kaldı. Şunu olan taharetsizlik yeptidi. Namaz okup oldu. Lekin yine ba taharetsizlik. Kaçan sunu kögen aman şu onunki mesela o saatlik yoklap gitdi deydi. Endi müşahede bel huwa saatul hadis degandik birinchi sharh qarsak bak muhim. Yani sharh ben muhim nimda atadı musanna biyada. Bel huwa saatul hadis deganda sharh ay la rafi'a lah. Yani taharetsizlikni kütavich emas davatıdı. Ve lihaza yaudu hukmul hadis sabiq. Yani rafi bu muğallık şundaydı. İmam Şafii.
Yani bu satirul hades bo'lganlik uchun, rafiul hades bo'lmaganlik uchun ve lihaza yaudu hukmul hadesi sabiq. Yani ilgili tayyarsizlikning hukmi qaytib kelib qoladi qanday bo'lsa, iza ra'al ma. Qachon suvni ko'rsa. Ma'a anna ru'yatahu al-ma laysa bi najasin kharij. Yani onun su ko'rishi bir uning badanidan chiqqan bir najis emas. Andın. Onun suvni ko'rganligi uningdan badanidan bir najis chiqqanlik emas. Ajna turug'liq suvni ko'rgan aman buniki tarixni nima qilib ketadi? Ilgili tarix yo'qolib ketadi. Tayyarsizlik yenib kelib qoladi. Nemişqa desa, chunki buningdagi tayyarsizlik nima qilmagan, yo'qolib ketmagan asli. Boy dedikin faqatlam yeb turgan edi. Yani felav kanat tayammum tahayatan mutlaqan. Agar tayammum mutlaq tahayat bo'lgan bo'lsa edi, va rafi'an lil hadas, ilgili tayyarsizlikni ko'taradigan bir tahayat bo'lgan bo'lsa edi, lama ada bi ru'yatihil ma. Uni suvni ko'rgan aman uniki nimasi qaytib kelmaydi. U tayyarsizlik hadas qaytib kelmagan bo'ladi. Nemişqa li'anna zaila la ya. Çünkü zail bo'lgan narsaga qaytib kelmaydi u. Fa'ulima anna al-hadas al-awwal. Bunun şu bilindiki avval tayyarsizlik baqin, qapqiliqdir. Lakin ubihatis salatu ma'al hadas lid-darura. Biroq namoz o'qish, bu tayyarsizlikga namoz o'qish darura. Zaruratning jihatidan mubah qilindi. Ve ja'ala ash-shari'u isti'malahu sitra lil-hadas. Shariat bu tayammumni ishlatishni tayyarsizlikni yepish, sitra lil-hadas qildi. Deydi İmam Şafii. Şunun için temmumdan bundan narsa bu deb tushundirdi İmam Şafii. Ve nahnu naqul, biz deymiz ki innehu taharatun mutlaqa. Teyemmum mutlaq taharatdir. Nemişqa bi sarihin nas. Kur'an-ı Kerim'in uç ayeti Allah Teala liyutahhirakum. Velakin yuridu liyutahhirakum. Allah Teala'sını paklamak için degan gap tugidi xolos. Bunun bir muncha nimada andağımki, mundağımki, andağım, mundağımki de bir müddet vasıtını küçülmemiş. Salih boduma gap tüydi xalas. Hüküm sabit bulabilir. Qanday bozmasın, hüküm sabit. Gap uçuk Allah Teala. Sen paklamakçı dediğinde taharat diyen paklık diyen yer. Xalas. Su tepilmedi mi? Temmum taharatın sunu onu tüy okşaş gibi hiç qanday farkı yok. Mesela bir adama kaçı taharat ağam bilen mesela. Taharat ağam bilen, suda taharat ağam bilen. Bununki manevi taharat edilen Allah Teala bunu şayet uğurlaş belgeleşim olsa bedeni hemmin yemeğimiz yine. Fakat malum bir yerlerini yemeğimiz. Bütün bedenimiz paklandı. Namaz kılayak kılımız. Onu biz belki udulu olamayız. Şunu hem yiyelim fakat biz gosül taharat kılmayız biz mesela. Küçük taharat alımız normalde ha. Küçük taharat ağa vaktimizde bedenin hemimiz yemeğimiz. Fakat malum bir yerlerini yemeğimiz yine bedenimizin hemiz farklı olan bulunduğu mesela. Şu. Şeriat bunu farklı dediğinde ama farklı oldu. İmam Azam'ın Kur'an yazılacağını munda yazıldı. Uçuk yani, uçuk yazılan gibi. Fekâne hilâfuhu, hem de bu şu salih bu, uçuk bulan neske karşı yapılış, hilâfun nesis salih. Bu uçuk bulan neske karşılış buludu ve huve kabih. Bu intihal kabih iş o. Uçuk bulan neske karşılış bu kabih iştir. Hem de onu kinki, amisi nemişqi tayyarsizlik yenib kelib qoldi, suv ko'rgan aman desangiz uning bergan javob. Ve innama adal hadasu sabiq bi ru'yatil ma. Bunun suvni kulishi bilan ilgirki tayyarsizlik yenib kelib qilishi nemişqi desa, li anna adamal qudrati ala isti'malil ma shartu vujudi i'tibari tayammum ibtidaan ve baqaan. Tayammum qilishning joiz bo'lishligi ibtidaan ve baqaan boshdan tortib va tayammum boqiy turishligi baqi turuş üçün bo'lgan boshdan tortib bo'lgan shart nima desa, suvni ishlatishga qodir bo'lmaslik. Ya'ni suvni ishlatishga qodir bo'lmaslik. Fa indal qudrati ala istimali, endi suvni ishlatishga qodir bo'lgan chaqda yartafi'u tayammum ko'tarilib ketadi. Nemişqa li adami shart bo'lmagan. Shart degan qanday narsa? İza vujida yujad al-mashrut. İza vujida shart yujad al-mashrut. Yani shart topilsa إذا لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط. Şart tepilmesi meşrut tepilmaydı. Mesela taharet şart namaz için. Biz taharetimiz bolsa namaz okuyalayımız. Eğer taharet yok namaz okusa taharet namaz olmaydı. O da şunun değil. Yani şart tepilmeyen dikin meşrut tepilmaydı. Hem de 5'ten datıp Allah Teala su tapamısanlar bu taharet dedi. Su tapamısanlar. Su tapamagan çağda, yani su da işittikçe biz kadir bulmagan çağda Andan şu çağda tayammum taharat buludu. Lakin %100 taharatın onun %100 deseydi. %100 taharat buludu. Ama su tapıldı mı? Su tapılgandan keyin o taharat olmaydı tabii. Bunu bu saatlerde taharatsizlik, bağlılık, yeftirdi de bir bunun bir
yani felsefelerini kiygizmesek mi buludu bununla davatıdı. Hoş, endi yani demek sarih degan gap uchuq, nihoyat muhim gap. Bunda ba'zan hukmlarni keskin ifoda etadi. Ve ala hada, yani mushu ixtilofga binoan, yani bizniki sarihning hukmi uchuq, bu qanday yo'ldan bo'lsa hukm sabit bo'ladi. Niyatga ehtiyoj yo'q, boshqa bir jarayonlarga ehtiyoj yo'q. Ular hukm sabit bo'ladi degan qoidamizga asosan Imom Shofiyniki yo'q. Endi mushu ma'lumotga ala hada degani ibatki mushu tayammum masalasiga ixtilof, ha? Yani demek onu bu teyemmüm meselesideki ihtilafla asasen bizimki salih Allah'ın kavli salih uçuk bu tahayyat bulaverdi diyen ihtilaf kavlimizge asasen İmam Şafii'nin ya bu teyemmüm diyen bu tahayyat mutlak emas, belki bu tahayyat darura. Tahayyat darura ya ki tahayyat satira lil akıl, neyse bir tahara bel huve satira lil hadas diyen muş ihtilafı asasen yukarracul mesailu ala mezhebeyn. İki mezhebke göre bölümünce misalla meseleler, bölümünce meseleler çıkarıldı. Mesela kaysi meseleler ise min cevazihi deyin, min meyadi beyani meyadi ki. Min cevazihi mesela, min cevazihi kablel vakti. Yani namazın vakti kiriştin bulun, teyemmüm kılışının caizlik meselesinde ibaret mesela. Yani bizim mezhebimizde bu tahayyatıyla okşaş olandıkken namazın vakti kiriştin bulun, teyemmüm kılışının caiz. İmam Şafii'nin mezhebinde bu darurat, tahayyat darurat bo'lgandan bu zarur kelgan chaqda joiz, ammo zarur kelmasa nima la yajuz. Ya'ni namozning vaqti kirishdan burun zurriyat yo'q. Zurriyat bo'lgandan keyin tayammum tart olmaydi. Anladın? Qachon namozning vaqti kelib bo'lgan chaqda tayammum ala olasiz. Ma'ul birinchi masala chiqdi. İkincisi va adaul fardayni bi tayammumin vahid. İki farzni bir teyemmüm bilan ado qilish. Bizning mazhabimizda teyemmüm mutlaq tahorat bo'lgandan keyin Alloh taolaning sarih qavli bilan bir teyemmüm bilan 50 namoz o'qisangiz, tartingiz ketmasa, qancha namoz o'qisangiz, qancha vaqt farz o'qisangiz bo'laveradi. Ammo İmam Shofiiyning mazhabida bu teyemmüm mutlaq tahorat bo'lgandan keyin, zarurat bilan bo'lgan tahorat bo'lgandan keyin, ad-darurat tuqaddaru bi darurat bo'lgandan keyin, u bir vaqt namoz uchun zarurat bor uning uchun. Bir vaqt namoz uchun teyemmüm qiladi, shu namozni o'qilaydi. Undan keyin ikkinchi vaqt namozni vaqt kelib bo'lguncha bu nima suv izlaydi. Suv izlaydi. İkinchi vaqt namoz kelib bo'lguncha suv izlab, agar shu suvniki suv topolsa, tahorat oladi, tahorat bo'ladi. Agar suv topolmasa, anda yana teyemmüm qilib, belak teyemmüm qilib qo'ydi deydi. Endi meyada bizga qistirib qo'ydigan bir qistirma masala bor. Mushunda masalalarni to'g'ri tushunish kerak. Tushunib bilan bunda masalada İmam Şafii nima qanday qilgan? Nima qanday qilgan? Bu biz çok bir teyemmüm bilan necha namoz o'qib so'qashmasak bo'ladi. Biz her şeyde teyemmüm qildik, Alloh taolo suvni kam qilsin inshaalloh. Suvni ayirmasin. Yani ayda bir suv topolmagan chaqda bu teyemmüm qilib bir ta'sir olmagandan keyin her namoz vaqti bir teyemmüm qilsak hech bo'lmaydi. Masalan, al-xuruju min al-xilafi sunnah. Al-xuruju min al-xilafi sunnah. Yani İmam Azam qabul qilmaydi. Yani biz agar her namazga bilak teyemmüm namoz o'qisak, İmam Azam o'ynamış qoldiqda da turolmaydi. O'zimi İmam Azam bilak teyemmüm namoz o'qishi mumkin masalan, agar ayda bo'lsa. Lekin İmam Azamning demakchi o'g'ini, ya'ni yajuz. Agar siz bir teyemmüm bilan 5 vaqt namoz o'qisangizmi, ayirma-ayirma teyemmüm qilsangizmi, yajuz, joiz bo'ladi. Nima uchun? Chunki Alloh taolaning qavli salih. Demakchi. Endi biz nima taqvolik yuzasidan masalan bunda texmi bir ehtiyot qilib yuzasidan har namozga bilak nima qilsak, teyemmüm o'qisak, nurni Allohning xuddi har namozga bilak tartib namoz o'qisak, nurni Alloh nur bo'lgandek. Bunda mana sebepten. Bunu bunda tushunishimiz kerak. Yo'q, İmam Azam debdikan, osh bir teyemmüm bilan qancha namoz o'qib debdikan, biz har kun teyemmüm qilsak bo'lmaydi deb bunda tushunib olsak bo'lmaydi. Bunda nima bo'ladi bu mutaassiblik. Mazhabdagi mutaassiblik bu g'alati bu. Qat'iy g'alati. Yaxshi agar bir odam har namozga har nima qilib o'qisa, teyemmüm o'qisa yaxshi. Anladın? Yo'q, endi bir odam o'qib bo'libdi. Bir teyemmüm bilan 5 namoz o'qib, hammani iyoda qilish deb majbur, vojibmi iyoda qilish yo'q. Uni iyoda qilmasa bo'ladi. Chunki buning dalili Alloh taolaning qavli salih. Bu suv topilmaganda teyemmüm xuddi suv bilan olgan ta'til o'xshash. Hukmning farqi yo'q deymiz. Masalan, bu shu masalada hamda masalan bir adam biz Hanefi mezhebidagi adam Şafii mezhebidagi adamga imom bo'lib qolsa masalan, uni ehtirom qilib, uni mezhebiga ehtirom qilib nima qilish kerak? Teyemmüm qilib alohida namoz o'qish kerak.
Endi başka mezheptikiler mesela azıcık Selefi mezhebi deymiz endi. Vahabi mezhebiler. Dik adamlarmı mesela paypaqqa mesih qilgan adamlar olib qolsa, keyin Hanefi mezhebidagi adamlar o'tirgan bo'lsa, bularni mush qilmaslik kerak. Boshqa mesih paypaq mesih bilan o'qimay, meniki mezhebim joiz demay, mavluni mezhebida joiz emas ekan deb boshqani yuyib nima qilish kerak? Namoz o'qish kerak. Ya'ni mazhablar o'zaro bir-biriga ehtirom qilish kerak. O'zi, masalan, Imom Shafiy Iroqqa bilib, Imom Azamniki maqbarasiga ziyorat qilib bordi. Ashadi namozni Hanafi mazhab bo'yicha o'qidi. Shundan yaqindagi talablar bu qanday bo'ldi bu? Degan vaqtida ma qabrni egisining oldida men o'zim mazhab bo'yicha ish qilmayman deb bunda degan. Ya'ni hurmat qilgan. Endi bu katta olimlarning ishi. Hurmatsizlikcho, adabsizlikcho, ixtilof deydigan fitnaxo'rlik, ig'vogarchilik degan hammasi jahillarning ishi. Alloh taolo bizni jahillardan muloqotdan saqlasin. Xo'sh, endi ve ada'il fardayni bi teyammumin vahid ve imamatil mutayammimi lil mutavaddiin ve yana şu meseleden şu ihtilafdan bunda mesele çıkıdı. Teyammum kılgıcının imam buluşunun caizliği lil mutavaddiin degan taharat ağıçlarga. İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah bizning mazhabimizda teyammum kılgan adam mutavaddiin degan taharat va adamlarga nima qila oladi? İmam bo'la oladi. Şafii mezhebida teyammum qilgan adam taharat, suv bilan taharat olgan odamga imom bo'lolmaydi. Nimishqa bu taharat zaruriy uni mezhebida. Bizda taharat mutlaqo. Endi shunday masalalarda masalan, bu yerda mesela suvda taharat olgan odam ishida olimlar bular qilib qolsa, ma teyammum qilgan odam, ya men olimdim, men imom butim deb tura olmay, olimlarni chiqib qo'ysa yaxshi bo'ladi, ixtilofdan chiqadi. Yoki endi ammo şu teyammum qilgan odam olim ekan, olim ekan, qori ekan, hamma jihatdan afzal ekan. Suvda taharat olganlar nima ekan? Qat'iyligi. Hammasi turk. Bilim jihati uni tuamlar qilib qolsa, avlomni bizning mazhabimizga o'tkazishsa bo'ladi. Ya'ni joiz bo'ladi. Bunda masalada ad-darurat tubihul mahzurat degan qoida bu ikkinchisi bo'ladi ulama. Va jawazuhu biduni yoki va jawazihi biduni xavfi talafin nafsi avil udvi bil vudu. Endi yana şu ixtilofga asosan bunda meselenin hukmi chiqadi. Masalan, ve jawazihi degan gap teyammumning joizligidan iborat biduni xavfi talafin nafs. Yani nafsning halok bo'lish xavfi bo'lmasa-mu teyammum qilish joizmi, joiz emasmi? Avil udv yoki masalan bil vudu suv bilan taharat olsa bir nafsning halok bo'lish xavfi bormi? Yoki bir a'zoning halok bo'lish xavfi bormi? Agar suv bilan taharat olsa nafsniki halok bo'lish yoki a'zoning halok bo'lish xavfi bo'lsa, andin teyammum qilish joizmi? Anda xatarlik ahvol bo'lmasa-mu teyammum qilish joizmi degan masalada bizning mazhabimizda anda bir odamniki jin ulab qolish masalasiga berish xavfi bo'lmasa-mu, bir a'zosi halok bo'lib ketish xavfi bo'lmasa-mu teyammum qilish joiz. Suv qattiq sovuqlab ketsa, suv ayda dushman bo'lib qolsa, masalan, endi har xil sabablar orqali siz kasallikka mutlaq kasallik marat, ya'ni kasalning mutlaq kasali eg'ilib ketish ehtimoli bor. Suvda taharat olsa, kasallikki kasali mutlaq eg'ilib ketish ehtimoli bo'lsa nima qila oladi? Teyammum qila oladi bizning mazhabimizda. Ammo Imom Shafiy mazhabida unda qilinmaydi. Faqat yo shu suv taharat olsa buni ulab qolish ehtimolligi xavfi bo'lib qolsa yoki nima bo'lib qolsa bir a'zosi kesib o'tishga to'g'ri keladigan yoki endi a'zosida siz bakolab ketadigan bunda xavf bo'lib qolgan chog'da teyammum qila oladi, bo'lmasa teyammum qilinmaydi. Endi lekin bakchanamda nima Imom Shafiyniki mazhabi bu masalada. Endi bunda masalaga biz qanday xususiyat bo'lamiz desa, amal bor biz buni izlab boqamiz. Amal bor taharat uchun tirishib boqamiz. Lekin anda la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Bunda masalada majburlab odamni o'tirsak bo'lmaydi. Endi masalan sahobalar hadisda kelgan masalan bir sahoba bir safarda nima bo'lib qoldi? Junub bo'lib qoldi. Junub bo'lib qolgandan keyin bu sahobaniki beshida bir yarisi bor edi, yara. Jangda yaralangan edi. Şunun bilan boshqa sahobalardan so'radi bu sahoba, men teyammum qilsam bo'lamdi junub bo'lib qolgan degan. Yo'q, sen cho'qim yuyinishing kerak. Deb shunday degandan keyin bu sahoba shu suvni tekizib yuyindi, shuni ulab qoldi sahoba. Payg'ambar alayhisalom buni anlagandan keyin sizlar buni o'tibsizlar buni. Bu sahabani sizlar o'tibsizlar deb qattiq xafa bo'lgan edi. Ya'ni buni teyammum qilsa bo'ladi-ku. Deb Payg'ambar alayhisalom shunday degan. Shuning uchun endi bunda masalada
Hanefi mezhebi intayin kengçil bir mezhebimdi. Ve cevazihi lil idi vel cenazeti. Yani bu şu ihtilaf asasen Şafii ile bizden oturumuzdaki heyet namazı, cenaze namazı için teyemmüm kılışın caiz emaslik meselesi çıkılır. Bizning mezhebimizde bu tarih mutlak bo'lganligi uchun heyet namazı da mesela men tartamida basam heyet namazını ufpulga ahvol olsa çünkü heyet namazı degan nima la uniki nimasi yo'q. Uniki halaf yo'q. La yafutu ila halaf. Yani heyet namazı qazolab kelsa, uni biz qazosini o'g'lamaydigan namazimiz heyet namazı. Anda bo'lgandan keyin darhol teyemmüm qilib nima qilvasi bo'ladi bizning mezhebimizda imom ixtiyor qilvasi bo'ladi. Ve cenazemizin şundaq, cenazemizin halaf yok. La halaf, qazası yok. Cenazemizin qazası olmagandan keyin cenazemiz kelib qolgandimi, darhol tartib edip kesip uyup bulmaymiz. Şu an teyemmüm qilsam cenazemizni o'qisak bo'ladi bizning mezhebimizda. Ama İmam Şafii'ninki de caiz olmaydi. Nima deydi bu? Teyemmüm degan bir darurat, taharat. Anda deydi ki heyet namazı degan biz keldiğingi farz ayn emas. O'qimasangiz bo'ladi. Agar tartib qilib borsiz, tartib qilib berib, ulgursangiz o'qiysiz, ulgurmasangiz xolos deydi. Cenaze namazı için farz kifoya, farz ayn emas. Farz kifoya bo'lgandan keyin tartib qilib borsiz, tartib ulgursangiz o'qidingiz, o'qimasangiz, ulgurmasangiz boshqalar o'qigandan keyin gazingiz saqtil deydi İmam Şafii. Lekin bizde Allah Taola'nın kavli sarih bu taharet, uçuk taharet bu zarurat taharet, mutlak taharet. Ondan keyin bular vardı. Deydi o gap. Shunday edi. Yani Hanefi mezhebi degan hakikaten bazı yerde bek kengchil, acayip yani insonligi bek merhametli bir mezhep endi bu. İmam Şafii mezhebi bek mavasildi çın tuttu. Ama ameliyat ba, bize amal ba terdağılı suda terdağılı adaydigan gap. Anladın. Eğer imkaniyat bolsa su terdağın tabii afzal. İmkaniyat bo'lmasa uchun deganda teyemmüm qilsak joiz bo'laveradi. Ve cevazihi bi niyeti tahara. Endi bundan yani biz İmam Şafii ile bizim aramızdaki taharet niyeti bilen teyemmüm kılış caiz mi, caiz emas mı degan meseleme hem çıkıldı. Ve cevazi bi niyeti tahareti. Yani İmam Şafii deydi, çokum bu nima kılış kerak, bu taharet zarur bo'lgandan keyin nima taharet niyeti bilen elish kerak bunu. Anladın? Yoki bo'lmaydi, bizim mezhebimizde teyemmümda nima qilish niyat farz bizning mazhabda. Niyat, taharat niyat qilish farz. Yani bizning mazhabimizda teyemmümda niyat qilish farz. Lekin bu niyat teyemmüm qilish niyatini qilish. Yani teyemmüm qilish niyat qilish farz. Endi bu teyemmümning o'zi mutlaq taharat bo'lganligi uchun agar bir odam teyemmüm qilish deb niyat qilmaydi, deb niyat qilsa, taharat alaman, shu bilan taharat olgandek, taharat alaman deb niyat qilsa joiz bizning mazhabimizda. Nima joiz? Chunki u teyemmüm mutlaq taharat bo'lganligi uchun. Ama İmam Şafii'ning mazhabida cheganda, İmam Şafii laysa bi taharat, ikinci qavlida deydi, teyemmüm degan taharat emas, balki u satirul hadas deganligi uchun bir odam taharatni niyat qilib teyemmüm qilsa la yajuz. Bu cho'qim nima teyemmüm niyatini qilib taharat edish kerak. Taharat niyatidan teyemmüm qilsa taharatni nima bo'lmaydi? Taharat bo'lmaydi deydi. Endi bunda yerlardan biz ixtilofdan chiqish uchun nima deb teyemmüm niyatini qilib, ya'ni men teyemmüm qilish niyat qildim, namoz uchun pak bo'lish uchun teyemmüm qilish niyat qildim deb niyat qilsa, yine afzal. Xo'sh, endi bizga mishagcha bizga sarihniki ta'rifini, sarihning ta'rifini nima bo'ldi? Sarihning ta'rifi nima ekan? Ya'ni mutakallimning murodi uch qashqara. Onun başka bir vasıt etmeydiğin uçuk gap deb bo'lgan uçuk Allah'ın gap salih bo'ldi. Hükmü nima ekan? Hükmü bunun şu niyet bilan alakası yok. Niyetga ihtiyacı yok. Undaki qo'y xabar yo'li bilan deyilsin yoki sifat yo'li bilan yoki nido yo'li bilan deyilsin. Hüküm qanday bo'lsa hüküm sabit bo'lishi dedik. Mana bu nima salih bo'ldi. Endi kinoya keldik. Vel kinoyatu. Kinoya degan hiya mestutira ma'nahu yoki mestatara desek bu o'xshash. Mestatara ma'nahu. Kinoya degan ta'rifini nima desa, ta'rifu kinoya degan ma'nisi yo'g'ilib qolgan so'z. Yani ma'nisi yo'g'ilib qolgan, yepilib qolgan. Nima deymiz kinoya emas, tarjimasi yepiq so'z, yopiq. Yani yopiq ish deganda yopiq so'z. Yepilib qolganligini biz bilmaymiz-da. Texmi oddiylasak ichki ochmoq so'z. Mesela bizdeki sözlerimizde yang deymiz, yang.
Uygurca'da. Yang desek manası mı yang? Kiyiminin yangi. Tamaklı bir yang deymiz. Ben yang desem kiyiminin yangi degan gap bo'lishi mumkin. Avu tamaklı yang degan gap fiil buyruqlar qilishi mumkin. Mushu kinoya degan bo'ladi. Usul fiqhlik kinoya shu. Demak, ikki ajmaq gap. Endi bu ikki ajmaq gapni qanday bilamiz? Qarina yo'q bu yerda. Yang degan gap. Ya mutakallimniki qalbidagi murodga qaraymiz, so'raymiz. Siz nima demoqchi yang degan gapni deb so'raymiz yoki ahvol qaraymiz shu yerdagi vaziyatga. Shu yerda oldimizda tamoq kelgan ahvollar qolgan bo'lsa, yang degan gapdan nima deyotgan qilib emas, ammo tamoqni yang deb bo'libdi deb emirgan deb o'ylaymiz. Ammo bu vaqt sayfuni yang ko'rib, hayotni yang ko'rib, ko'ylak tutgan vaqtlar qilib qolsa, yang tog'lar qilibdi deganda masalan. Buni qarablam ha yang deganda ko'ylakning yang'ini demoqchi ekan bu deymiz biz. Ahvol qaraymiz, vaziyatga qaraymiz. Vel kinayatu, kinaya degan uning ma'nosiga bilib qolgan so'zdir. Vel majaz, endi majaz qabla an yasira mutaarafan. Majaz mutaaraf bo'lishdan burun bi manzilatil kinaya. Kinayening manzilidadir. Kinayening o'rnidir. Ya'ni men bu peshta dedim bu. Ya'ni bu salih kinaya majazda mı bo'lishi mumkin, haqiqatda bo'lishi mumkin deb aytdim ama majazda bo'lib qolishi masalan, majaz mutaaraf bo'lishdan burun majaz g'ayr mutaaraf bo'lsa, kinayeniki o'rnida bo'ladi. Majaz mutaaraf bo'lib qolgandan keyin bu salihning o'rniga o'tib ketadi. Bunday. Nima ish qilsa, li qillatil istimal va kasratil istimal. Majaz mutaaraf, li kasratil istimal majaz mutaaraf bo'ldi. Majaz g'ayr mutaarafchi li qillatil istimal. Shuningdek, salih degan li kasratil istimal salih bo'ldi. Nima uchun? Kinayachi li qillatil istimal. Az işletilgan shuni kinoyalab qoladi, gap qilib qoladi ma'nosi. Agar ko'p ishletilgandan keyin bu nima bo'ladi? Tabiiyki, uchish gap qilib ketadi. Va hukmul kinayat. Tamam. Kinoyaning tarafini tushundik. Kinoyaning hukmi nima bo'lsa? Kinoyaning hukmi nima desa? Subutul hukmi biha inda vujudin niyya aw bidalalatil hal. Kinoyaning hukmi, ya'ni bu kinoya bilan hukm niyat tepilgan chog'da sabit bo'ladi yoki bidalalatil hal. Shu holat ning dalolat bilan gap vaziyat shuni taqozo qilsa, holat shuni dalolat qilsa, shu chaqda hukm sabit bo'ladi. Ammo niyatmi yo'qkan yoki holatga qarasak bir yupishimi yo'qkan biz dalolat qilgan. Bu dalolat qilsa hukm sabit bo'lmaydi. Kinoyaning hukmi shu. Masalan, iz la bud demiş hadise, iz la budda lahu min dalilin yazulu bihi taraddud ve yeterajjahu bihi ba'dul vujuh. Çünkü لا بد له يعني له ضمير قيده ثبوت الحكم يعني لا بد لثبوت الحكم yani kinayenin hükmü sabit buluş için çokum tereddüt yani kinayedeki işki açmaklık. İşki açmak dediğim gibi işki açmak. Sözün uyargın mühendis ihtimal okamayagın ihtimal oka. İşki açmaklık zail buludgan. Ve yeteraccahu bihi ba'dul vucuh. Aşı kinayenin ihtimal keltirdiğin ma'nilerden bire ma'na güç tapıdığın bir delil lazım. Bu delil ya ne bilen bulan, niyet bilen bula ya ki şu haletinin takazzası, haletinin dalalet bilen bula. Bu içken yapılmasa ne kılanmaydı? Niyet hüküm sabit olmaydı. Ve lihâzel ma'na. Muşu ma'nının cidden yani muşu ma'nı gap yani kinayede demiş kinaya oldu istitaril murat. Murat yapılıp kaldı kinaya degende murat yapılıklık mahfi diye muşu ma'nının cidden summiye lafzu el-beynuneti ve tahrim kinayeten. Muşu sebepten kinayedeki ma'ni yapıklık boğalık sebepten beynune ve tahrim diye lafzı kinaya da pataldı fi bab-ı talak. Talak'ın babında. Nemiş kadar li ma'net tereddudi ve istitaril murad. Nemiş kataldı? Tereddudi içki açmaklık var. Tereddüde içkinin iş diyen gibi içki açmaklık. Sözün unulma ihtimallığa, bunulma ihtimallığa. Bu da tereddütün manisi boğalık üçün vastitar murat, murat yögülüp kalın. İrade kılıngan mana yögülüp kalınlık üçün beynune mesela enti bain depti bir adam ayalığa mesela. Ve tahrim mesela enti haram depti mesela. Haram mujil hapsizden ne batırdı? Kinayede batırdı. Kinayenin babı ki hamle kılımız mujil hapsizden. Bir adam ayalığa enti bain depti. Veya ki enti haram depti.
Bunu biz nima deymiz? Kinoya. Kinoya bo'lgandan keyin buniki hukmi nima desa, niyatiga qaraymiz. Yoki uniki vaziyat, holatga qaraymiz. Agar buning niyatida anti bayin degan gapdan, sen bilan biz aloqamiz yo'q degan gapdan taloqni iroda qilmay, endi sizdan biz aloqamiz yo'q degan gap, biz gaplashmaylar biz sizdan deydi. Siz anangiz uyda 15 kun o'tiribding. Nereye qilib deydi? Aramız bayına degan bu'd, musofa degan gap. Yiroq qilib ketsin. Aramız 15 kun, 1 kun, bir ay degandek nereye o'tirdi deganda yoki bayin deganda bayondan chiqarmas, anti bayin degan gapdan, masalan, baynuna degan bu'd musofadan chiqarmay, oyligimiz oyilib ketsin degan niyat qilmay, bayin degan bayondan chiqar buni. Siz oshkor Allohsiz, anti zohir deganday men iroda qilgan bo'ladi. Qolib qolsa bunun taloq tushmaydi. Lekin bundan bu'dni biz oyilib ketsin, firqa oyilib ketsin degan ma'noda iroda qilib, taloqni iroda qilgan bo'lsa, shu chaqda nima chiqadi? Bayin taloq degan uzuk taloq tushdi. Endi mazhab bir adam haram debdi aslında. Ayol anti haram debdi. Haram degan bo'lsa, buni niyatiga qaraymiz. Niyatiga qaraymiz niyatida sen haram degandan sen bana hurmatlik. Sen men sana hurmat qilaman degan iroda qilgan bo'lsa, hurmatdan chiqarib. Ha bo'libdi demas, taloq emas ekan deymiz. Anda demay, anti haram degan gapdan sen bilan menga juma qilish haram. Sen bilan biz oxirim o'zimiz haram deyotgan bo'lsa, bu chaqda taloq niyat qilib, bu chaqda taloq bo'ladi. Endi bu nima deb bo'ldi? U nima debdi? Bu niyat yo'q ekan. Yani necha niyat qilmay debdi men ekan deb turgan bo'lsa, debdi bo'lsa, necha niyat qilmay men ekan debdi bo'lsa, bu chaqda shu holatga qaraymiz. Shu vaziyatga, shu vaziyatga. Shu vaziyatda taloqning gapini qiladigan, xudun qattiq g'azablanib, ochig'i suv qo'shib turgan joy bo'lsa, bunda nima gapni qilamiz? Taloqqa hamla qilamiz. Ammo normal holat, suv qo'shib turgan, taloqning gapini qilmagan, normal holatda chiqilib qolsa-chu, bu chaqda buni taloqqa hamla qilmaymiz. Shunday gap. Nima deydi bu yerda? Endi la annahu ya'malu amal at-talaq. Endi men biz boshqa bir ma'noni kelgan e'tirozga javob bermoqchimiz bu yerda. Summiya lafzul baynunat ve tahrim kinayatan bi bab talaq li ma'na at-taraddud va istitar al-murad. Endi baynuna ve tahrim degan lafzi kinaya deb ataldi. Taloqning babida. Nima uchun desa, bu ikkisini ochmoq ma'nosi bo'lganligi uchun murad muddao mutakallimning muradi yapilib qolganligi uchun ataldi. La annahu ya'mal amal at-talaq. Mutlaq taloqning amalini qilganligi uchun emas. Mana bir o'ylanmaydi. Ya'ni biz nima uchun buni taloqning babida kinoya dedik buni, taloq qilma ehtimollik va boshqa bir gap qilma ehtimollik va so'z dedik desa davatida bu ma'nosi yepilib qirg'iliq. Uning bu ehtimollik va buning bu ehtimollik va bo'lganligi uchun. Lekin u baynuna tahrim degan lafz maxsus taloqning amalini qiladi. Sen harom degan gapdan cho'qim taloq degan gap tushdi degan sababdan emas bu. O sababdan emas. Balki ma'nosi lig'ildab turganligi uchun. Anda olgandan keyin bundan nima tushmaydi? Taloq sarih tushmaydi. Anda olgandan keyin kinoya bo'lsa, anti bayin, anti tahrim haram degan gapdan agar taloq niyat qilgan bo'lsa, bundan taloq va ziyoda tushadi. Taloq va ziyoda. Ammo sarih bo'lgan bo'lsa, agar bu taloqni maxsus taloqni nima bo'lgan bo'lsa, maxsus taloqni nima bo'lgan bo'lsa, bu joqda raji taloq tushgan bo'ladi. Chunki taloqning o'nda xalaf bo'lgan bo'ldi-da, bu xalaf degan shu aslninki ishini qiladi. Asl raji taloq tushgan bo'lsa, bundan bu raji taloq tushgan bo'lsa. Lekin bu faqat taloqni nima ishini qilmaydi bu. Bu taloqning ishini qiladi va boshqa ishni nima qiladi. Anda olgandan keyin agar biz taloqni niyat qildim degan chaqda taloqni tushudi va ziyoda qo'shadi. Xuddi oyilib ketma. Sen harom degan gaplar texmi ziyoda bir gapni bilan qo'shib nima taloq tushdi chaqda bayin taloq, ya'ni uzuk taloq tushdi. Bayin taloq bo'lsa baynuna sughra baynuna kubra bo'ladi. Baynuna kubra bo'lsa bilak aytay bo'yicha asliga halol emas. Baynuna sughra bo'lib qolsa buningga boshqa nikoh, boshqa to'ylar keladi. Raji taloqlar emas. Endi va yatafarra'u minhu buningdan ya'ni biz zikr qilgan anna mujab hadhihi al-alfaz qat'un nikoh. Bu lafzlarniki taqozosi nikohni uzib etish degan mush gapimizdan kinoyalarning hukmi shohlanib chiqdi. Fi haqqi adami viloyatir rij'a, ya'ni viloyatir rij'a asli irga qaytishga ega bo'lish, ega bo'lmaslik haqida. Ya'ni qaytanmaydi.
Onda reci bilen qaytanmaydı. Kinoya talaq tushib ketgan adam qayta bir nikah, qayta bir to'ylaq ammo'g'icha ayoli qanday reci talaq qaytganday shunda ayol bulashaqanlar deb bulishib ololmaydi. Bilak bir to'y qilish to'g'ri keladi. Veli vujudi ma'na taraddudi fil kinoyati. Endi bizga ma'mas buni deb badima, unda bo'lgandiki bunda bo'ldi, men de tushunib bo'lgan gapni. Endi yeni bir yangi mazmun da'vatdir. Kinoyada gap ikki ochmoqlikning ma'nosi, gapdagi taraddud, ikkilanishning ma'nosi bor bo'lganligi uchun la yuqamu biha, ya'ni la yuqamu bil kinoya. Kinoya bilan uqubatlar turg'izilmaydi. Ya'ni had jazolar. Had jazolar kinoya so'zlar bilan had jazo turg'izilmaydi. Buning uchun anda lig'ildab turgan, yoki to'rt parchaga tegmagan gap bilan had jazo turg'izilmaydi. Talaq turg'izilgan bilan qul ozod qilish masala turg'izilgan bilan mana nimada niyati andaki mudaka deb niyatga qaralmaydi. Had jazo turg'izilmaydi. Masalan, hatta ya'ni buni kelib chiqqan gap law aqarra ala nafsihi fi bab az-zina va as-sariqa masalan. Zinaning babida va o'g'irlikning babida bir odam o'z nafsiga, o'ziga qarshi iqro qildi deb masalan iqro qildi. Kinoya bilan. Kinoya lafzida iqro qildi. Anda sarih lafzdan emas. Masalan, zina qilgan odamni mesin debdi. Men jami'atu fulanan. Men falondan jima qildim deb iqro qildi. Falondan jima qildim deb. Jima degan nimaga bilan qarashasizlar? Ya'ni nikoh bilan bo'lgan ish. Ya'ni bu kinoya ishga ochmoq. Jima qildim degan gapdan ya'ni nikoh bilan bo'lgan xotin nikohim dedi, shunga uni bilan jima qildim degan ma'noni bildirdi yoki mushniki maholatning taqozosi bo'yicha zina qildim degan ma'niga ehtimollik bor. Shunday iqror qilgan bo'lsa, jami'atu deb buni tarjima qilinmaydi. Tarjima qilinmaydi. Endi bir odam sariq o'g'irlik qilgan odam masalan saraqtu fulanan deb falonni men o'g'irladim saraqtu deb iqror qilmay, av zanaytu deb iqror qilmagandek, men saraqtu mala fulan deb iqror qilmay, nima deb masalan akhadtu mala fulan. Falonni men oldim deb iqror qildi. Lekin falonni men o'g'irladim deb uchiq iqror qilmagan bo'lsa, oldim degani kinoya bo'ladi. Ya bir haqqim bilan oldim, falan enishim bilan oldim deganda ehtimollikmi gap qoladi? Ha, gap qoladi. Lekin u o'g'irlab oldim degan ehtimollikmi gap qoladi? Ikki ma'nosi bor, undan keyin uni qo'li kesilmaydi. Ya'ni kinoya iqro bilan nima had jazo turg'izma degan ma'nosi shu. La yuqamu alayhi al-hadd ma lam yadhkur al-lafz as-sarih. Ya'ni iqro qiluvchiga zino yoki o'g'irlik sababli iqro qiluvchi madamiki ya'ni uchuq lafz bilan ya'ni zanaytu sayaqtu degandek uchuq lafz bilan iqro qilmoqcha buningga had jazo turg'izilmaydi. Hocam vali hadal ma'na. Yani mushu ma'noning ichida ya'ni kinoyada taraddud degan ma'no bor. Kinoyada taraddud chiqarmoqlik bor. Gapni uningmi ehtimoli bor, buningmi ehtimoli bor. Menda lig'illab turadigan to'tpachqa yoki tegmaslikdan iborat menda bir ma'no bo'lganlik uchun la yuqamul haddu alal akhrasi bil ishara. Masalan, gachidan birisi ishorat qilibdi. Abi o'g'irlik, sen o'g'irlik qilolmading. Undaq ishorat qilsa, ha, ishorat qildi, iqror qilgan bo'ldi bilan qo'li kesilib bo'lmaydi. Zina qilolmading, bu deganimda undaq qilsa, ishorat qildi, mana iqror qilganda ishorat qildi bilan qo'li kesilib bo'lmaydi. Ya'ni uniki har xil gachilarniki ishorati har xil bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi bunda qilgani, qilishligini yo'q degan bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni unda bo'lib qolgan uchun ishoratlar bilan gachiga nima qilinmaydi? Had jazo turg'izilmaydi. ولو قذف رجل أمد ما ولو ميادك ما أتف نمجت ما هو لا يقام بس ليه بس مياد يعني أتفون على قوله لا يقام لا يقام الحد نجت ما يعني لا يقام الحد ولو قذف رجلا بزنا يمود يعني لا يقام الحد لو قذف رجلا يعني ولهذا المعنى هنا لما شغل ما ولهذا المعنى لا يقام أتفق لنا موسى مثلا ولهذا المعنى لا يقام الحد ولهذا المعنى ولو قذف رجلا بالزنا دين ولهذا المعنى لو قذف رجلا بالزنا دين مدمان يعني مش معنى جديد يعني نمدا يعني كناية تردد معنى بار ve istitarul murat manası var diyen muşu ma'nının jitidan agar bir odam qadafa rajulan bir odam yana bir odamga biz zina bilan bo'xton chaplagan bo'lsa faqala al-akhar yani al-thalith yani bir odam endi üçüncü bir odam yani qazif emas maqzuf emas qazif emas maqzuf üçüncü bir odam ashad bor
bu adamda içeri bir adam sadaqta degan bo'lsa, rost aytdi degan bo'lsa, la yajibul haddu alayhi. Bu üçüncü adamga had vacib bo'lmaydi. Qazfining haddi. Masalan, bu nima degan gap desa, nima qilsa ihtimali tasdiqi lahu fi g'ayrihi. Üçüncü adamning bu qazibning, bu bo'htonchalik adamning g'ayrida tasdiqlagan bo'lish ehtimolligi bog'lab qolganlik uchun. Bu nima degan gap desanglar, chunki bir adam qazaf, bo'hton chapladi bir adamga. Bo'hton chaplagan bo'lsa, yana bir adam rost, shuni gapi rost desa, nima degan bo'ladi o? Bu umumiy bo'hton chaplagan bo'ladi yana. Qazif ikki bo'ldi chaqlar. Uning bo'htoniga shirklashgan bo'ladi. Mana bo'hton chaplash uchun qanday jazo kelsa, rost deb guvohlik berib, antasliq odamga shunday jazo berish kerak. Ammo lekin o üçüncü shaxsning rost sadaqta degan shaxsning yolg'iz mushu gapi bilan nima had vojib bo'lmaydi. Nimishqa desa, sadaqta degan gapidan buning. Qazibga sen baldi rost aytgan, hozir yolg'on aytding degan gap bo'lishi ehtimollik bor. Yoki sen boshqa gapda rost aytding degan gap ehtimolligimi bor. Yoki ma'ud nimaga qazibga emas, bilak odamga qarshi tarafga yoki mahzufga, anaqa bo'hton chaplangan odamga siz rost aytdingiz deb qolganlik bilak bir odamga, ya'ni qazibning g'ayri bilak odamga rost aytdingiz deb qo'yish ehtimolligimi bor. Birinchi ehtimolli bo'lgandan keyin unda ehtimollik bilan nima qilinmaydi? Had jazo turg'izilmaydi. Masalan, shu oddiy bir misol ham shu masalaga. İmam Azam Abu Hanife rahimehullah'ning huzuriga bir adam kelib masjidga qiraat qilishga boshladi. Qur'on o'qishga boshladi. Shuni bilan bu adam qattiq, ya'ni nayati yaxshi qiraat qilolmaydi ekan. Qur'onni nayati g'ijilab xato o'qiydiganda, xato o'qigandan keyin bu adam so'rniklarini zotida hech siqilib ketdi. İmam Azam gap qilmagandan keyin hech kim gap qilmadi. Bu adam qiraatni to'xtadi. Qiraatni to'xtagandan keyin İmam Azam ahsant dedi ular. Qiraatni to'xtaganda İmam Azam ahsant dedi. Yaxshi qilding degandan keyin shunga so'rniklarini qo'y. Bu Qur'onni xato o'qisam yaxshi qilgan bo'lamdi deb so'raganda İmam Azam, men qiraat qilgan joyda ahsant dedimmi yo, qiraatni to'xtaganda ahsant dedimmi dedi. Degandan keyin to'xtaganda degan, sen men demoqchi o'g'lim, ahsanta bi tavaqqufil qiraat. Sen yani qiraatni to'xtab yaxshi qilding dedim. Senin qiraat qilganingdan unda xato o'qib qiraat qilmaganing yaxshi deb dedim bu gapni dedi. Yani xuddi shuni o'ylagandim. Yani shu sadaqta degan gapdan har xil ehtimollar kelib chiqishi mumkin. Shu uchinchi shaxsni qazib bilan jazolashda jazolanmaydi demishqa boshqa gaplarga ehtimollar bor bo'lishi mumkin deydi. Shuning uchun bu shu qozi olmoq oson ish emas. Bir odamga payg'ambar alayhisalom men zino qildim deb kelganda, balki suyab solgansa, ya'ni zina deganda ishtirlik bo'ladi, ko'zning zinasi qarashdir, tilning zinasi gap qilish, qo'lning zinasi tutish degandek suyab solgansa, tutib solgansa deb payg'ambar necha qadim so'rab, individu qolib 4-qadim kelgan chaqda uning keynidan andin jazoni to'g'izgan. Shu had jazo ishlarida nima yudra'u al-haddu bish-shubuhat degan qoidamiz bor. Had jazolar shubhat, shunchalik bir 1% 1% shak shubha bo'lib qolsa, had jazo to'g'izilmaydi. Bunday gap, buni ashu yig'ida olim bo'lgan odam o'qindi kelsa kut. Bu rejim qilib o'ldirsa kut. Uni qilsa kut, buni qilsa, ayda siz ashu jazo to'g'izilmay qoladi. Anda ish emas. U qozilashlik anda ish emas. Shariatda bu bir adam bir kaplar o'tib, kesib o'tdim, qisas qilib o'tdim demaydi. Uni necha xil 100 yo'l bo'lsa, 100 yo'ldan bir yo'l buni saqlab qolishniki ehtimoli bo'lib qolsa saqlab qolgan. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Demak, endi biz sarih kinoya degan xulosatul kalam qanday bo'ldi? Xulosamiz sarih degan uchuq gap bo'ldi. Buni hukmi nima? Hukmi hech qanday niyatga qarashli emas. Bir odam og'zidan uchuq gap chiqib soldimi? Gap hukmi sabit bo'ladi. Bir odam ayolni endi taliq deb soldimi? Nima niyat qilgan bo'lsa o'zini taliq bo'laverdi. Kinoya degan yepiq gap, maqsad murod muddao buyasib bo'lmaydigan ikki ochmoqlik. Ma'nisi maxfiy gapning uning ehtimoli va buning ehtimoli gap bo'lib qoldi. Unda bo'lgan chaqda niyatga ehtiyojli. Niyatga qaraymiz yoki dalolatul hal qaraymiz. Anda shu agar ishkilisi bo'lmasa hukm sabit bo'lmaydi. Niyatiga qarab hukm sabit bo'ladi. Agar niyatda shunda taloqni aytmasa bir odam anti bayin, anti harom degandan taloq niyat qilgan bo'lsa, bundan taloq bayin tushadi, taloq bayin tushadi. Normal taloqdan ziyoda taloq tushadi. Shuning uchun had jazo ishlarida kinoya nima qilinmaydi? Kinoya bilan had jazo turg'izilmaydi.
Çünkü bunun açmaklık tereddüt var. Tereddüt ma'nosi olgandan keyin tereddüt ma'nosi bilan had jazosi turg'izilmaydi. Shubhatlar bilan had jazosi tushundirildi degan qoida bo'yicha deb bugungi darsimizning asosiy mazmuni shu bo'ldi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Ve sallallahu teala ve sellem ala khayri halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahmetka ya erhamer rahimin.